Va nihoyat Khadija brend optoy magazinimizga sizlar so'ragan bahor uchun yangi kolleksiyadagi ko'ylaklarimiz yetib keldi. Qizlar qaranglar, orqamda qanaqa katta assortimentdagi ko'ylaklarni sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Xohlasanglar rozoviy, xohlasanglar yashil, ali, qora, korishnevoy va shunaqa trend bo'lgan ranglardan olib ketsanglar bo'ladi. Materiali dagestanskiy juda ham zo'r turadi olganinglarda va shunaqangi har xil fasondagi, ya'ni shu dumaloq fasondagi ko'ylaklarimiz ham bor. Uzorlari har xil, e'tibor berayotgan bo'lsanglar. Bu yoqda shunaqangi hozir trend bo'lgan ko'ylaklarimizni qaranglar, uzorlarini e'tibor berib qaraysizlar. Juda ham chiroyli, keng bo'lib turadi. Qaranglar qanaqa. Ranglari ham zo'r, qora, bordoviy va shunaqa uzori har xildagi olib kelib qo'yganmiz. A fasondagi chiroyli ko'ylaklarimiz ham bor. Qaranglar, buni shunaqa stretch, ya'ni cho'ziladi. Juda ham mazza qilib kiyasizlar. 3 xil rangda olsanglar bo'ladi. Fistashka, qora, qizil ranglardan xarid qilib olsanglar bo'ladi va bu yoqda boshqacha fasondagi ko'ylaklarimiz ketyapti. Har xil ranglarda olib kelib qo'yganimizni ko'rib turganingizdek, xohlasanglar shunaqa qizil atirgulli, oq atirgulli va meni yaxshi ko'radigan rangim garcheshniy variantda olsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rsatadi. Bularning narxlari hammasi profilimizda. Sizlarni hammalarni Khadija brend optoy magazinimizda kutib qolamiz.